Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi podkrashning eshiklarimiz tayyor bo'ldi. Shotlandiya uslubda ko'rishingiz mumkin. Ranglar korishnevoy rang bo'ldi. Ichki tomonlari tashqi zavodskoy rangda, korishnevoy rangda bo'ldi. Rossiyskiy MDFdan bo'ldi. Strishlan qilib qo'ydik, chang tegmasligi uchun. Zamoga oshiq mashqlari endi qo'yiladi. Xudo xolasa bitgandan keyin videolarini ulardan joylab boramiz. Original sifatli holatda lok bo'yoq mahsulotlaridan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin, shilinmagan, tiniq holatda bitgan ishlarimiz. Bu tomonda romlari ko'rishingiz mumkin. Bu chaspoylari ham yaxshidan qilingan, betida oq oldi chaspoy bo'ladi, oynasi o'rtada bo'ladi. Ular bir qanotli eshiklari juda ham yaxshi holatda chiqqan. Kimga shunaqa sifatli, original MDF eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqa qilishlari mumkin. Har xil ranglarda tayyorlab beramiz. Dastavka uстановkalarimiz bor. Vodiy, Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab olib borib beramiz. 4 tadan boshlab bepul bo'ladi. 4 tadan tepasiga eng kamida 4 ta bo'lsa, soni yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlari ichida bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, pastga nima qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Yangi fasollarni ko'rib borish uchun sog' bo'linglar.